pullarni nimaga ishlatishimizni tasavvur qilib ko'r. Aql bovar qilmaydi. O'ylaymanki, men yana 5 kun chidab tura olmayman. Harakatlarimga arziydi. Nima qarorga Bizni keldinglar? taroziga qo'yib ko'rdik. Ko'proq pul olish, ko'proq pul olganni olib ketish. To'g'risini aytsam, qolishdan ma'no yo'q. Men ketaman. Naqada pullarni chiqaramiz. Xo'sh, Alex, qizil chiziqni bossang, hamma narsa tugaydi. Men hamma pullarni orqaga qaytarishim mumkin va davom etishimiz mumkin. Bo'pti, orqaga. Mayli, hamma narsani qaytaramiz. Hazillashdim. Ura! Alex do'konda 45 kun o'tkazdi va 450 ming dollar qo'liga kiritdi. Bunga ishonish qiyin, rostdan ham jinnilik. Alexni tabriklaymiz. Alex sizni jondan to'ldirganiga rahmat. Hammanglar zo'rsizlar. Borib unga futbolka topaman. Bizni yerni portlatib qanaqa qilib videoni olganim sizlarga qiziq bo'lsa, Lazer labirint videosida tushunib olasizlar. Albatta ko'ringlar.